Voy Nima deyapti baba. Tilla aka? Eshikka sig'mayapti, ey. Nima deyapti aka? Voy canavar, ey. Ishlar 8 kilo 140 plyus. Nima deyapti jon aka? 6 soatlik ovoz. Bunisi. Aha. Bunisi bir 12 soat bo'lib qoldi. Bunasi ikkinchi qoringa, uchinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Xudo xohlasa. Voy, mana buni qarang. Jo'ni pyoster deganda. Voy canavar, Nima ey. deyapti aka? So'raganlar uchun bormi shunaqasidan boqaman. Zo'ridan deganlarga mana. Akalar Mana mol. Molni qarang. yurishlari qarang. Kim ta'bir, ey. Qilamo qaranglar, molni qarang, Akalar. molni qarang. Voy Zo'rlar. canavar. Rashti bosinglar rangiladi akalar. Assalomu alaykum, hurmatli Tilla kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, gigant bo'g'oz ishqibozlari, hurmatli obunachilar, hafta kuniga xudo xolasa juma 2026-yil 31-iyul sanasiga Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani xudo xolasa akalar, Qo'rg'onchasida Tursunoy akamiz xonadonlariga tashrif buyurganmiz akalar. E'tiborlarga ikki bosh bo'g'ozamiz bor. Lo'ppillab, so'ppillab turgandan akalar, chiroq qilib turgizib narx-navolar haqida videolar tayyorlab beramiz. Gaplarni so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldin uzr so'raymiz. Akalar aslida sigir qo'ymoqchi edik, sigirlarimiz ulgurmadi, xudo xolasa. Ikkovi ham kech payt tug'ib qo'ydi, mashlarni qo'ymoqchi edik. Mana momodoga sigir olaman degan ukalarimiz kelaverasizlar. Bu tomonda ham bor, maytda 20 taligidan ham bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Tilla aka. Charchab qolmayapsizmi aka? Juma yo'qlar. Rahmat o'zingizga. Assalomu alaykum Tilla obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Hammalaringni juma yo'm bilan birinchi o'rinda muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Hammamiz Alloh topganimizga baraka bersin, ishlarimizga baraka bersin, sog'lik, salomatlik bersin birinchi o'rinda. Aytyapsiz. Ana shu ikki boshimiz ulgurmadi. Aha. Qiziqqanlarga 6 soatlik ovoz. Bunisi. Aha. Bunisi bir 12 soat bo'lib qoldi. Xunajin. Ikkinchi qoringa, uchinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Xudo xolasa endi qiziqqaniga nasib bo'lmasam keyingi juma kunga Gap yo'q. sog'liqli yetkazib beramiz. Ikki bosh bo'g'oz, ag'da patologiyadan ikkita tayyor. Sigirmi ular ham? Bo'g'oz ular ham. Ha, tug'adi, ha, ular. Bittasi bugun erta tug'adigan, rossiyskiy. Boshlar ko'rsatib berma ishlar. Xudo xolasa bu haftaga yiriklarimizni chiqaramiz, tayyorlayapti aka. Janavorlar, Kattalarimiz. gullar ekan. Mana ikkovi ham gul ekan. Ikki bosh Tilla o'ziga zo'ri bo'lmasa bo'lmaydi. Zo'rlar xudo xolasa yurgizib ma'lumotlarni beramiz. Yosh, hammasi o'sha 2 oydan oshdi kelganiga bulardi. Ikkovi, ha? 2 oy 3 oy turadi o'zimizda. Yebish shu yoshliklari hamma yo'q, xudo xolasa joyida. Sutdi mollari. Tayin qarang. Xudo xolasa cho'rni pyoster dedimi nimasi uradi. Janavor, ey. Yoshligi Nechun tug'adi aka? 3 tug'adi. Qanchalik qolgan? 1 oyda ichida tug'adi. 1 oyda ichida tug'adi. 20 kun u yoq bu yoqda 1 oyga beraveramiz. Oy Xudo kirgan. xolasa, oy kirgan. 35 plyus. Bu 135 plyusga. Bunisi 140 plyusga. 140 plyusga. Joning sog' bo'lsin degandan-da. Janavor, ey. Menimcha bo'yim kichkina odam emasman, uni oldida mittiga yo'q qolyapman-da. Tayin qarang. U 20 ta, bu 25 ta sut xudo xolasa toza beradigan mollardan. Ishlarni ham yo'qini ko'rsatamiz akali. Qari mollarni bizni aldab chiqarib o'tkazib yuborish bo'lmaydi Tilla o'zida. Hamma yo'q, konkretniy daskanalniy bo'ladi. Qari bo'lsa qari, tepa bo'lsa tepa. Usad bo'lsa usad. Tepla olsa yo'q. Nima deyapti aka? Bo'ldi, moshina aka. Gap yo'q. Bunisini ham tekshir. 20 kun 1 oylik qolgan. Bunimiz qanchalik qoldi? Bu ham shunaqa aka. Bir xil ekan. Bir xilda. Black piano deganidan. Bo'ldi. Xudo xolasa shukalat. Yebishdan joni sog'li. Idishyor borsa kerak ularga o'xshab. Kamida mana shunaqa beradi aka. Idishdi. Kamida shunaqa idish beradi xudo xolasa. Lekin men bolani udar beribdi akalar. Zo'r berdi. Qarang. Ali bo'g'oz sotib olsak, ali 10 kun 15 kun orqasini qilib aytamiz aka. Masha mol 15 kundan beri masha idishda turibdi. Yarasha qilib novoz beradi. Novozda kechroq tug'adi deydi, cho'ziladi deydi. O'sha narsa isboti bo'ldi o'zimizda. Dastavka O'zbekiston bo'yicha. nech puldan qilib beramiz bular? Xo'p, endi narxi ham zo'r. Hali olib bir oy kutganga yarasha Xudo xolasa shunaqa bo'lyapti. Tuqqanlari rahmat aytyapti, baraka topyapti. Baraka topadigan qilib beramiz. Aka 43,5 million so'm olamiz. Hop, Shuni plyusterimiz. Bunimizni 45,5. 43,5 ga 45 ga. Yarim narsa gapiring-da. 43 ga 45 bo'lar, 88 bo'lar. 88,5 bo'ladi. 89 bo'ladi. Nima 43 ga 45? Ha, kesib yuboryapsiz hozir. Yarim. Bo'ldi hisob aka. 88 bo'lar. G'ij bichkami bu? Jupiga nech pul endi? Qizdiradi. Jupiga aka. Hozir yakkaga aytdim 88 ni.
Ya 43 ga 48 yakkaga, 43 ga 45 yakkaga gaplashamiz. 87 aka. Kam bor yana. Kami bor aka. Yana dastlabkilar. Telefon qilishaveradi, molimiz yoqsa bo'ldi aka, xudo xolasa. Yoqadigan narsalar. Gap so'zida muammo yo'q. Hozir yetalaganda ko'rishadi. Ko'radi, xudo xolasa go'zallari. Mashinani olib chiqing aka, bitta yetalaylik mashina. Xo'p bo'ladi aka. Mazza qilsin obunachilarimiz. Voy, mana buni qarang. Jo'ni pyoster deganda. Voy jonivor, Nima deyapti aka? So'raganlar uchun bormi shunaqasidan boqaman. Zo'ridan deganlarga mana. Akalar mana mashina olib sigir qilib tug'diringlar. Ha jonivor, yur Tulpor. Yutirmayapman. Jonivor. Jonim sog' bo'lgin. Bo'pti. Ketdi. Yengiladi. Voy, mana qarang, kelishdi qarang. Reklamasi o'zi. Jonivor, Voy jonivor, hayda. Akalar, mana qaranglar, molni qarang. Voy jonivor. Laykni bosinglar, rangilatib akalar. Laykni bosadigan ekan, haqiqatda bor. Chempion ekan. Tozasidan so'raganlarga. Hali reklamani keragi yo'q. O'zi reklamasi. Hali kichkina bo'lib turishni ham keragi yo'q. Ha jonivor. Qarang. Kelishdi qarang. Nima deyapti? Sog'lomidan. Ya udar aka. To'smang. Yuraman. 43 million kam. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Ketdi. Voy Nima vay. deyapti Tilla aka? Eshikka sig'mayapti, Nima deyapti aka? Voy jonivor, Ishlar 8 kilo 40 plyus. Nima deyapti jon aka? Chempion bo'lsa shunchalik bo'lsa-da. Ha jonivor. Men aytaman, sizni molxonangiz mollar ko'rsatmaydi. Mana mol. Molni qarang. Yurishlarga qarang. Kentavr, Haybatini qarang, mana yuvoshligini qarang-da buni aka. Nima deyapti? Nech bo'lyapti akalar? Nima deyapti? Tilla o'zida faqat zo'rlari. Jonivor, Jupiga 87 million akalar. 87 million. Telefon qilishaveradi aka. Donaga 45 ga 43. Xudo xolasa narxlarni zo'r qilib beramiz. Akalar, zo'ridan olinglar. Arzoni demanglar, zo'rini olinglar, yutasizlar. Arzoni qopqonda. Arzoni faqat qopqonda bo'ladi. Nima deyapti? Qarang. Ketdi mana, qayerga dastavka ketdi. Tayyorlanyapti. Jonivor. Timo ham tayyorlanyapti. Jonivor. Bo'yi ham 1.40 qolishaversa oshiq bilan chiqadi. Qarang, anu bo'g'ozda ulgurmay qoldim, savol bergan. To'ro yeliniga bachadon chiqmasligiga javob beramiz. Javob beraman. Olib borib tuqqandan keyin ham javob qilaman aka. Nimaga biz tug'dirgan ekan? O'z ikkovini bitta olish kerak. Imkoni bor akalar, telefon qilaverlar, bitta oladigan. Molni bitta oladigan ekan, ikkovini. Qarang. Xudo xolasa arziydiganlar aka. Bitta yurgizib bering aka. Mahjana. Shu bilan videoni tugatamiz. Akalar, yemog'iga, ichmog'iga, usmoq, tepmoq, to'ro yelini ishlashigacha javob beradi. Olib boradi, boqib bersa, yashab bersa bo'ldi aka. Qolgan ham yo'q, biz bo'ynimizga javob beramiz. Akalar, ketdik. Moshni. Ha jonivor. Lekin olib qolsa foyda qilsangiz bo'ladi. Qarang. Yengil bo'ldi. Kachoyda. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Sizlar uchun xudo xohlasa shunaqa zo'rlar kelib chiqaveradi o'zida. Laykni bosing. Faqat layk, yaxshi kommentariz. Bundan zo'rlarini chiqaramiz. Zo'rlardan zo'rlarini chiqaramiz xudo xohlasa akalar. Ketdik. Ticha paddeshga.